Hozir seni bir bopliydi. Bir yugurtiraysan. Salom. Ye, Toshkentlik qiz. Tinchlikmi? Kechagi atirgullar juda chiroyli ekan, rahmat. Arzimaydi. Shu desangiz, atirgulga allergiyam bor ekan. Yo'q. Uzr. Bilmaganim to'g'risi. Qorningiz ham ochib ketgandir-a? Ha? Siz uchun pizza olib keldim. Yo'q, buni ola olmayman lekin. Bobom begona qizlardan narsa olmagan, o'qitilgan bo'lishi mumkin deganlar. Men mushab turing. Nega? Oling. Shusi bo'lgani yo'q. Osh bo'lsin. Rahmat. Ko'rishguncha. Shu bir gap bor-da. Chekadan videoga olmayaptimi-kan-a? Bir bechorani ovqatlantirdim deb internetga ham chiqaraveradi bu. Zahar. Yetkazganingga shukr. Ye, voy malades. Hali men siz pitssaga o'tirsamsan. Qani ol. Qaynonang yomon yaxshi ko'rganda tort qo'lingni, bor o'zingga ol. Qarab. O'zingga ol borib. Saniki meniki bor. Ish qalay ketyapti, o'rtoq? Yaxshi emas-da, boshqa ish topishim kerak. Bo'ladi, sekin. Qani ol. Ol, o'zingni enangni uyda his qilaver. Qayerdan olding buni? Uzumini yedi, bog'ini surishtirma. Xalat Bu safar men yeryapman. Keyingi safar sen, tushundingmi? Rahmat. Men qara. Kecha sal bo'rttirib yubordimmi deyman-da. Nimani aytyapsan? Haligi qiz bor, u Toshkentlik. Zahar. Shu olib kelib berdi. Ko'rinishdan yaxshi qizga o'xshaydi. Saniki ham og'riyaptimi? Hojatxona qayerda edi? Ulgurdik-a. Ey, ketamizmi? Birpas o'tiraylik. Hozir yana qaytib kelamiz-ku.